Muqaddima Ibn Xaldun Tarjimon Said Komil Muhammad Karim. Ibn Xaldunning Muqaddima asari o'rta asr islom dunyosining mashhur tarixchi va mutafakkiri tomonidan yozilgan eng muhim ilmiy durdonalardan biri hisoblanadi. Ushbu asar jamiyatshunoslik, tarix, iqtisodiyot va siyosat nazariyalari bo'yicha chuqur tahlillarni o'z ichiga olib, zamonaviy ilm-fan rivojida alohida ahamiyat kasb etadi. Muallif jamiyatlarning rivojlanishi va inqiroziga olib keluvchi omillar haqida keng ko'lamli fikrlar yuritib, asabiyya, ya'ni ijtimoiy birdamlik konsepsiyasi orqali sivilizatsiyalarning yuksalishi va tanazzulini tushuntiradi. Uning tahlillarida ko'chmanchi va o'troq xalqlar o'rtasidagi munosabatlar, iqtisodiy jarayonlar hamda siyosiy tuzilmalarning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri batafsil yoritilgan. Muqaddima ilmiy va nazariy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lib, Ibn Xaldun unda jamiyat va davlatlarni tahlil qilish uchun yangi metodologik yondashuvlarni taklif etadi. Bu asar nafaqat tarixiy voqealarni sharhlash, balki jamiyatlarni chuqurroq anglashda ham muhim o'rin tutadi. Ibn Xaldunning ilmiy merosi bugungi kunga qadar o'z qimmatini saqlab qolgan bo'lib, olimlar va tadqiqotchilar uchun noyob manba hisoblanadi. Muallif haqida. Abdurrahmon ibn Muhammad Abu Zayd ibn Xaldun hijriy 732 va 808, milodiy 1322 va 1406 yillarda yashagan musulmon mutafakkirlardan biridir. Uning nasabi Sevilya, ya'ni asl avlodi esa Voyil ibn Hujrga borib taqaladi. U Tunisda tug'ilib voyaga yetgan. Forslar davlati Eron, Granada, Tilmison va Andalusga safar qilib, u yerda bir necha ishlarda faoliyat ko'rsatib, Tunisga qaytgan. So'ng Misrga borgan. U yerning sultoni Zohir Barquq ibn Xaldunga hurmat ko'rsatib, Molikiylarning qozisi etib tayinlagan. Qozilikdan ketib yana 6 marta ushbu lavozimga tayinlangan. Misrda umrining oxirigacha qozilik bilan shug'ullangan. 76 yoshida Qohiradagi sufiylar qabristoniga dafn etilgan. U o'ta so'zga chechan, xushsurat, oqil va yuksak fazilatlarni o'zida jamlagan inson edi. 7 jildli Al-Ibar asari bilan mashhur bo'lgan. Uning boshi muqaddima bo'lib, jamiyatshunoslik, ya'ni sotsiologiyaning asosi sanaladi. Ibn Xaldun haqida ko'plab olimlar asarlar yozganlar. Masalan, Muhammad Xizr Husayn Hayotu Ibn Xaldun, Ibn Xaldunning hayoti. Toha Husayn Falsafatu Ibn Xaldun, Ibn Xaldunning falsafasi. Soti Husori Dirosot an Muqaddima Ibn Xaldun, Ibn Xaldun muqaddimasi borasida tadqiqotlar. Muhammad Abdulloh Annon Ibn Xaldun Hayotuhu va Turosuhul Fikri, Ibn Xaldun hayoti va fikriy merosi. Yuhanna Qumayr Ibn Xaldun, Umar Farruh Ibn Xaldun asarlari shular jumlasidandir. Ibn Xaldunning muqaddima asari uni mashhur qilgan, ko'plab xalqlarning rivojlanishiga katta ta'sir o'tkazgan. Hatto ushbu asarga Yevropaning Yevropa bo'lishiga sababchi bo'lgan kitob deya ta'rif berilgan. Ushbu asar jamiyatshunoslik, tarix, iqtisodiyot va siyosat nazariyalari bo'yicha keng ko'lamli ilmiy tahlillarni o'z ichiga oladi va zamonaviy ilm-fan taraqqiyotida o'ziga xos o'ringa ega. So'z boshi. Ibn Xaldunning muqaddimasi nafaqat musulmon tafakkurining durdonasi, balki jamiyat, sivilizatsiya va inson tabiati rivojlanishi qonunlarini chuqur yoritib beruvchi qomusiy asardir. 14-asrda yozilgan bu kitob falsafa, jamiyatshunoslik, tarix, iqtisodiyot va siyosat sohalarini qamrab olishi,
o'zining dolzarbligi bilan insoniyatni hamon hayratga soladi. Muqaddima asarini o'zbek tiliga tarjima qilish o'zbek o'quvchilari uchun tarixiy merosni o'rganish yo'lidagi muhim qadamdir. Bu manba asrlar davomida mutafakkirlar, olimlar va ulamolarga ilhom bag'ishlab kelgan bo'lib, bizning davrimizda ham ilm xazinasiga yangi bir yo'lni ochadi deb umid qilamiz. Aziz kitobxon, tarixiy asarlar va qo'lyozmalarning tarjimasi sharafli, shu bilan birga o'ta murakkab vazifadir. Buning bir qancha sabablari bor. Shulardan birinchisi tarixiy asarlarning yozilish jarayoni bilan bog'liq. Muallif o'z asarini yozib taqdim etgandan so'ng uni vaqt o'tib to'ldirishi va o'zgartirishi yoki vaqt o'tib ba'zi fikrlarini qo'lyozmaning yangi nusxasidan olib tashlashi mumkin. Bu holat Ibn Xaldunning Muqaddima asarida ham kuzatiladi. Sulaymon Ulug'dog' Muqaddima asarining turkchaga tarjimasi nusxasida asarning taqdiri haqida shunday deydi. Ibn Xaldun ushbu asarni ilk bor 1347-yilda Tunisdaligida yozib, Sulton Abu Abbosga taqdim etgan. Bu Muqaddimaning Tunis nusxasi deb nom olgan qo'lyozmasi hisoblanadi. Ibn Xaldun Misrga kelganidan keyin Muqaddima asarini qayta ko'rib chiqdi, unga tuzatish va ilovalar kiritdi. So'ngra asarning yangi qo'lyozmasining bir nusxasini Misr sultoni Zohir Barkubga, boshqasini esa taxminan 1388-yilda Mag'rib sultoni Abu Foriz Abdulazizga tuhfa qildi. Bu nusxa Fors nusxasi nomi bilan mashhur bo'ldi. Yevropa kutubxonalari hamda Shimoliy Afrika va Misr kutubxonalarida saqlanayotgan qo'lyozmalarning ko'pchiligida ushbu asardan nusxa olingandir. Muqaddimaning Tunisdagi qo'lyozmasidagi asosiy mavzular ayrim o'zgartirishlar bilan Misrda yozgan qo'lyozmalar bilan birlashib ketdi. Ibn Xaldun Mag'ribda ekanligida yozgan qo'lyozmasida men joylashgan Mag'ribda Mashriqdan kelgan xabarlarga ko'ra kabi iboralarni ishlatgan. Misrda asarga o'zgartirishlar kiritayotganda ushbu iboralarni o'z joyida qoldirgan yoki ko'zdan qochirgan. Shuning uchun ham muallifning Tunisdagi qo'lyozmalari bilan Misrdagi qo'lyozmalari aralashib ketgan. Ushbu nusxalardan ma'lum bo'ladiki, Ibn Xaldun 1388-yilda o'z asarini Abu Forisga tuhfa qilganidan keyin to o'zining vafoti, ya'ni 1406-yilga qadar asarga yana ba'zi o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritgandir deydi. Shuning uchun ham qadimiy asarlarning tarjimasi matnshunoslik nuqtai nazaridan muayyan bir qo'lyozma asosida amalga oshirilishi yoxud asarning ahamiyatini ochib berish uchun turli qo'lyozmalardan foydalanish mumkin. Ikkinchidan, asarlar xattotlar tomonidan ko'chirilganda undagi ba'zi so'zlar tushib qolishi yoki ularni boshqa so'zlar bilan adashtirgan holda ko'chirish holatlari kuzatiladi. Ayniqsa bu ilmiy falsafiy asarlardagi atamalar, shuningdek xattotga begona bo'lgan tillarga oid so'zlar hamda uzoq hududlarning joy nomlari bilan bog'liq so'zlarni ko'chirib yozishda uchraydi. Bu holat muqaddima bilan ham kuzatiladi. Sulaymon Ulug'dog' bu holatni quyidagi misollar bilan tushuntiradi. Ibn Xaldun maymunlar olamidan insoniy martabaga yuksalish va ko'tarilish haqidagi fikrlarini turtafa'u ilayhi min alamil kirodati iborasi bilan ifodalaydi. Arabcha matnlar va turkcha tarjimalarda ko'pincha bu ta'bir olamul qudrati, ya'ni qudrat olami shaklida o'qilgan va shunday tarjima qilingandir. Faqat Vofiyning nashrida bu ibora olamul kirodoti, ya'ni maymunlar olami deb yozilgan. Rozental esa uni The World of Monkeys deb ingliz tiliga tarjima qilgan. Istanbul qo'lyozmalarining aksarida ham shunday. Parizodaning turkcha tarjimasida esa bu shunday ifodalangan. Hayvonlar darajasidan bo'lgan turlardan va sinflardan maymun va unga bog'liq boshqa hayvonlar,
mantiq va idrok bilan boshqa hayvonlardan ustun bo'lgani holda, insoniyat martabasiga boshqalardan yaqinroq bo'lib, biroq inson zoti kabi barcha narsalarda fikr, tadbir, aql va oqni qoridan ajratish salohiyatiga ega bo'lmasligi bilan insoniyat darajasiga bog'lanmagandir. Ibn Xaldunning juda muhim bo'lgan bu fikrlari bilan bog'liq ifodalarida turli qo'lyozmalar o'rtasida farqlar mavjuddir. Masalan, yuqoridagi jumlalarning arabcha matnidagi bir so'z qarib, ya'ni yaqin, g'arib va tabiiy shaklida 3 xilda o'qilgandir. Shuning uchun ham Pirzoda mavjudotlar orasidagi bog'liqlik, ittisolni quyidagicha tushuntiradi. Yaratqilardagi ittisolning ma'nosi ularning har birining ilohiy nuqtasida turgan bir mavjudotning g'arib yoki qarib yoki tabiiy yoki fitriy bir iste'dod bilan o'zidan keyingi turning boshlang'ich nuqtasida joy olgan bir mavjudotga aylanish iste'dodiga ega bo'lishdir. Shu tariqa asarlardagi ma'lum ifodalarning turli qo'lyozmalardagi turlicha ifodalari uning haqiqiy, muallif nazarda tutgan ma'nolarini turlicha tushunishga, undagi ma'nolarini bir jihatdan ikkinchi jihatga burishga imkoniyat yaratadi. Uchinchidan, shu kabi jihatlar asarni turli tillarga tarjima qilishda tarjimonlarga so'zni emas, uning ma'nosini tarjima qilishga undaydi. Zero ba'zi tillardagi so'zlarning muqobili boshqa tillarda mavjud bo'lmasligi, ba'zi hollarda zid ma'noni ifodalashi, ba'zan esa bir qancha so'zlar bilan tarjima qilinishi mumkin bo'ladi. Bunday holat nafaqat turli oilalarga mansub tillarda, hatto bir oilaga mansub, masalan, turkiy tillar orasida ham kuzatiladi. Bunday holatda tarjimon asarni matnshunoslik nuqtai nazaridan tarjima qilishi, o'z tilida muqobili yo'q jumlalarni asl qo'lyozmadagi holidagi qoldirishi, shu bilan tilga yangi so'zlarni olib kelishi mumkin. Abu Nasr Forobiy shunga o'xshash holat islomning ilk davrida Yunon falsafiy asarlarini arab tiliga tarjima qilinishida ko'plab kuzatilganini ta'kidlaydi. Masalan, Yunoncha hile moddiylikni, potensial mavjudotni anglatadi va Aristotel falsafasida materiya tushunchasi sifatida ishlatiladi. Arab falsafasiga bu tushuncha hayyula sifatida kirib kelgan. Farobiy, Ibn Sino, Beruniy kabi olimlar o'z davrida arab olami uchun butkul yangi bo'lgan ilmiy sohalarda faoliyat ko'rsatganlar. Ularning ilmiy falsafiy asarlaridagi tushunchalar aksar holatlarda arab tili uchun yangilik bo'lgan. Ba'zi hollarda olimlar arab tilida yangi so'zlar va atamalarni ijod qilishiga ham to'g'ri kelgan. Masalan, arab tilidagi mohiyat so'zi faylasuflar tomonidan ijod qilingan shunday yasama so'z hisoblanadi. Forobiy o'zining Kitobul Huruf asarining bir necha bobida ilmiy asarlardagi mohiyatlarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilishdagi qiyinchiliklarni bayon etgan. Masalan, arab xalqi nazdida araz so'zi faqatgina bu dunyoda foydali bo'lgan narsalarni anglatsa, faylasuflar nazdida araz bir narsaning xususiyatini ochib beruvchi har qanday sifatni bildiradi. Javhar, jism va boshqa atamalar ham shular jumlasidandir. Boshqa holatda esa tarjimon so'zlarni emas, balki ma'nolarni tarjima qilishga uringan. Masalan, Fuad Ko'prulu muqaddima asarining turkchaga Pirzoda tomonidan amalga oshirilgan tarjimasi haqida quyidagi fikrlarni bildiradi. Muqaddimaning turkchaga eng kuchli qalamlar tarafidan qilingan mukammal tarjimasi soyasida Ibn Xaldunning fikrlarini o'rganish turk o'quvchilari uchun juda osonlashdi. Pirzoda tarjimasining mukammalligi haqida muqaddimani fransuzchaga tarjima qilgan Deslanning guvohligini eslashning o'zi kifoyadir. Bu turkcha tarjima mavjud bo'lmasa, fransuzcha tarjimaning ko'p holatlarda kemtik va xato bo'lib qolishini va ushbu tarjimadan yo'l ko'rsatuvchi sifatida foydalanganini e'tirof etadi. Findiqo'g'li esa bir qancha sharqshunoslar Pirzodaning turkcha tarjimasini aslida boshqa tarjimalardan ustun deb biladilar, deydi.
Sulaymon Ulug'dog' esa bu fikrlarga qarshi chiqib, Pirizodaning tarjimasini shunday tanqid qiladi. Hamma narsadan avval shuni aytishimiz kerakki, o'sha davrda hech qanday sharhi va tarjimasi bo'lmagan muqaddima asarini tarjima qilish Pirizoda uchun haqiqatdan ham qiyin ish bo'lgan. Ular muqaddima matnining tushunilishi uchun ilk qadamlarni bosib, haqiqatdan ham yechilishi mushkul bo'lgan qiyinchiliklarga duch kelganlar. Bu qiyinchiliklarni xatlab o'tishda balkim majburlikdan bir qator xatolarga yo'l qo'ygandirlar. Murakkab matnga ega bo'lgan muqaddimani fransuzchaga tarjima qilishga tashabbus qilgan Deslaning Pirizodaning tarjimasidan foydalanishga qaror qilishiga bu tarjimaning unga bir qancha qulayliklar keltirgani sabab bo'lgan bo'lishi tabiiydir. Pirizoda o'z tarjimasida matnlarning ma'nolarini turli ifodalar bilan chuqur izohlab, mavzuga oid o'z fikrlarini ham bildirib o'tgan. Shu tariqa muqaddima asarini o'ziga xos shaklda sharhlagan. Tarjimada masalan faqat Umar shaklidagi bir so'zdan iborat ismni Faruqi Maniul Janob Umar bin Xattob radhiyallohu anhu hazratlari ifodasini qo'llagan. Matndagi asl soddalikdan chekinib, tarjimani hurmat va ehtirom ifoda qilgan so'zlar bilan to'ldirgan. Sulaymon Ulug'dog' bu holat haqida tarjimada e'tiborning so'zlarga, urg'uning esa ismlarga qaratilgani tufayli matndagi haqiqiy ma'noning ahamiyati kamayganini e'tirof etadi. Ibn Xaldunning muqaddima asari xorijiy tillarga eng ko'p tarjima qilingan asarlar orasidan o'rin olgandir. Ushbu asar dastlab Usmoniy turkchasi, so'ngra fransuzchaga tarjima qilingandir. Shundan so'ng inglizcha, forscha, portugalcha, urducha va hindcha tillarga tarjimalar amalga oshirilgan. Uning o'zbek tiliga tarjimasi ham dunyo yuzini ko'rmoqda. Muqaddima asarini o'zbek tiliga tarjima qilishning bir nechta yo'llari mavjud edi. Uning matnshunoslik nuqtai nazaridan tarjima qilish, undagi har bir so'z, jumla va hatto uslubni saqlab qolish aslida eng mukammal tarjima hisoblanib, bunday tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan tarjima ko'plab sohadagi olimlar, jumladan tilshunoslar, geograflar, siyosatshunoslar va jamiyatshunoslarning malakasi va mehnatini talab etadi. Ushbu usulda amalga oshirilgan tarjima keyingi tarjimalarga sarbonlik qiladi. Biroq bunday tarjima oddiy o'quvchi uchun odatda tushunilishi qiyin bo'lib, qo'shimcha izohlar va lug'aviy sharhlarni talab etadi. Natijada kitobxon muallifning asarini yozishidan ko'zlagan maqsadidan uzoqlashadi. Ibn Xaldun muqaddima asarida ko'targan nozik masalalardan biri tarixni insoniy jarayonlarning qonuniyatlarini o'rganish va tarixiy hodisalarning ibrat olish ekanligidir. Biroq tarix davomida insonlarga xos ijtimoiy, siyosiy, madaniy jarayonlarning o'zgarib borishini ko'pincha o'tmish tarixi haqida o'qigan kishi undagi bunday o'zgaruvchanlik holatlariga ahamiyat bermasligini aytadi. Shuning uchun ham o'quvchi tarixiy xabarlarni o'z zehniga kelgan yo'sinda talqin qiladi. Uni voqelikdagi holatlar bilan qiyoslagan holda tushunishga harakat qiladi. Ibn Xaldun buni tarixshunoslikning yashirin xatolaridan biri sifatida undan ogohlantiradi. Natijada o'quvchida tarixiy holat haqida noto'g'ri tushuncha hosil bo'ladi, balki undan ibrat ham ololmaydi. Tarixni o'rganish va undan ibrat olishda o'quvchilar oldida turadigan to'siqlardan biri tarixiy atamalar va voqeliklar bo'lib, ular zamonlar osha o'z ahamiyatini yo'qotgan yoki undan yaxshirog'i uning o'rnini egallagan bo'ladi. Bugungi kunga qadar tarjima qilingan tarixiy asarlarda ilmiylik saqlanib qolinishi, tarixiy istilohlar va atamalar o'z holida qoldirilishi, hatto matnlardagi tahrir, jumlalar, so'zlar, harf va hatto uslublar ham takrorlanishi kuzatiladi. Biroq Ibn Xaldun tarix fanini shunchaki ma'lumotlar jamlanmasi sifatida ko'rishning xatoligini, balki tarix o'zining barcha xususiyatlari bilan falsafaning bir bo'lagi o'laroq namoyon bo'lishini ta'kidlab o'tadi. Bu fikrini isbot etarkan,
U quyidagi jumlalarni yozadi. Zotan tarix bir qarashda faqat siyosiy voqealar, sulolalar va o'tmishdagi hodisalar haqidagi ma'lumotlardek tuyuladi. Ammo u bizga insoniyat hayotidagi voqealarni tushunishga yordam beradi. Tarixning qa'riga nazar tashlaganimizda, u voqealarning sabablarini va ularning kelib chiqishini teran tahlil etish, mavjud narsalarning qanday va nima sababdan yuzaga kelganligini nozik tarzda anglashni o'z ichiga olishni ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham tarix falsafa ichiga chuqur o'rnashgan deyishimiz va unga falsafaning bir bo'lagi sifatida qarashimiz joiz. Ulug' mutafakkirning ushbu ko'rsatmalaridan ilhomlangan holda uning muqaddima asarini bugungi kitobxon tarixiy voqealar va ularning kelib chiqish sabablarini tahlil qilishi va undan ibratlanishi uchun tarixiy istilohlar va voqeliklarni imkon qadar zamonaviy atamalar yoki mohiyatlar bilan tarjima qilishga harakat qilindi. Chunki Ibn Xaldun asarlarida keltirilgan ba'zi tarixiy holatlar bugungi kunimizda kuzatilmasa-da, uning o'xshashlari voqelikda mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Bunga Mavlo, ya'ni ozod etilgan qullarni misol qilishimiz mumkin. Ibn Xaldun o'z asarida tushuntirganidek, qadimdan sulolalar qabilaviy birdamlik yordamida hokimiyatga kelganlar. Bunday sulola vakillarining har biri hokimiyatni o'z qabilasiga tegishli bo'lishi uchun birgalikda harakat qilganlar. Sulolaga rahbarlik esa ularning oralaridan eng sharaflilariga tegishli bo'lgan. Keyinchalik sulolaning hokimiyati kengayib, davlat ravnaq topgach, zamonlar osha sulola vakillarining ham soni ko'payib borgan. Bu holat taxtga da'vogarlar sonini ham oshishiga olib kelgan. Natijada davlat rahbarining hokimiyatga turli tahdidlarni keltirib chiqargan. Shuning uchun ham ma'lum muddat o'tgach, hukmdor davlat boshqaruvi ishlariga hukmron sulolaga mansub bo'lmagan, o'z xalqining nazdida nasabi va mavqei past bo'lib, keyinchalik hokimiyatga da'vogarlik qilmaydigan shaxslarni jalb qilgan. Bunga Abbosiylar sulolasining turkiy qullarini misol keltirish mumkin. Hukmdor o'zi ishongan qullarini ozod etib, ularga lavozimlar taqdim etgan. Bunday ozod etilgan qullar Abbosiylar davrida mavlolar, boshqa o'lkalarda esa mamluklar yoki devshirmelar deb atalgan. Ibn Xaldun hukmdor sulolalar va ularning mavlolar bilan munosabatlarini buning davlatchilik va siyosiy jarayonlarga ta'siri, undagi o'xshash jihatlar va qonuniyatlarni o'rganishga kirishadi. So'ngra o'rganish natijalaridan ibratlanishlari uchun uni kitobxonlarga taqdim etadi. Biroq zamonaviy o'zbek o'quvchisi ushbu xulosalarni to'g'ri tushunishi va undan ibratlanishi uchun tarixiy voqealarni o'z holicha o'qishining o'zi kifoya qilmaydi. Zero bizning o'lkamizda hukmron sulolalarning hokimiyatdan ketgani va qullikning bekor bo'lganiga bir asrdan ko'p vaqt o'tgandir. Biroq Ibn Xaldunning hukmron sulolalar va mavlolar o'rtasidagi jarayonlarning aksini bugungi zamonaviy siyosiy jarayonlarda ham ko'rish mumkin. Shuning uchun ham Ibn Xaldun keltirgan ijtimoiy siyosiy qonuniyatlarni to'g'ri tushunilishi uchun sulolalar so'zini mos kelgan joylarda siyosiy doiralar, mavlolar va ozod etilgan qullar so'zini mulozimlar deb tarjima qilish ma'qul deb topildi. Bunday yondashuv boshqa so'zlarga ham amal qiladi. Ibn Xaldunning tarix fanidan ko'zlangan maqsad haqidagi fikrlaridan og'ishmagan holda, asarni tarjima qilishda muallif ko'zlagan ma'nolarni urg'ulashga harakat qilindi. Shuning uchun ham asarda tarixiy shaxslarning nomlari tilga olinganda, ularning ortidan ularning haqli ravishda ulug'lovchi so'zlar bilan matnni uzaytirish yo'lidan borilmadi. Bu ishni o'quvchining o'z ixtiyoriga qoldirib, muqaddas va mo'tabar nomlar, ulug' zotlarning ismlariga har bir o'quvchi o'zidagi go'zal tarbiya va axloqdan kelib chiqqan holda munosabat qilishlari o'zlariga havola qilindi. Har kim zarracha miqdorda yaxshilik qilgan bo'lsa, albatta uning natijasini o'zida ko'radi. Muqaddima asari butun dunyoni o'ziga rom qilgani bejizga emas.
U shunday hikmatlar xazinasi, xazinalar manbasidirki, unga sho'ng'igan har bir inson undan o'zi ko'tara oladigan miqdorda hikmatni olib chiqa oladi. Inson esa ojiz mavjudotdir. Bir inson o'zining bilimi va salohiyati doirasidagina harakatlana oladi. Zotan hech bir inson toqatidan tashqaridagi narsaga taklif ham qilinmaydi. Asarni tarjima qilishda ushbu insoniy nuqsonlarni inobatga olgan holda, uning ijtimoiy va siyosiy jihatlarigagina urg'u berildi. Muqaddimadagi falsafa, metafizika, matematika va boshqa nazariy va aniq fanlarga oid qismlar, diniy, fiqhiy va aqidaviy masalalar tarjima qilinmadi, balki Ibn Xaldun asarni yozishidan ko'zlagan asosiy maqsadga, ya'ni o'quvchida tarixiy, ijtimoiy va siyosiy jarayonlarning qonun-qoidalarini o'rganish, ularning sabablari va ildizlarini tushunish, xabarlarni rost va yolg'onga ajratish malakasini shakllantirish kabi manfaatlarga ahamiyat berildi. Tarixiy omonat borasida o'z davrida Ibn Xaldunni xavotirga solgan holat afsuski bugungi kunimizda ham uchrab turibdi. U ham bo'lsa, ayrim tarixchilar tomonidan tarixiy ma'lumotlarning guruchini kurmakdan ajratmasdan, barcha ma'lumotlarni hatto to'qima xabarlar, tuhmat va bo'xtonlarning ham to'g'ridan-to'g'ri naql etilishidir. Ibn Xaldun o'z asarida tarixdagi adolatli siyosatchilar, ilm va irfon egasi bo'lgan ulamolar hayoti haqidagi turli bo'xton xabarlarning rost-yolg'onligini tekshirib o'tirmay, tarixchilar tomonidan o'z asarlarida yozib keltirilganini ham qattiq tanqid ostiga oladi. Ibn Xaldun bu kabi xabarlarga ishonishdan oldin insonlarni tafakkur qilishga chaqirib, insonlarning yolg'on xabarlarga ishonmaslik uchun nimalarga e'tibor qilish kerakligini tushuntiradi. U bunday to'qima va yolg'on xabarlarning kelib chiqishining sabablarini quyidagicha izohlaydi. Bunday turdagi voqealarni o'ylab topish va tarqatish odatda man etilgan narsalarga zavqlanish hamda iffatli ayollarning sha'nini bulg'ashga mukkasidan ketish ortidan hosil bo'ladi. Odamlar o'zlarining nafsiy zavqlariga ruju qo'yganliklarini oqlash uchun o'tmishda yashagan insonlarning xatti-harakatlaridan namuna olganliklarini vaj qilib keltiradilar. Shu sababli bunday ma'lumotlarning aksar shunday insonlarning tillarida doston bo'lganini va nashr etilgan asarlar sahifalaridan bunday narsalarni izlab topishga juda ishtiyoqmand ekanligini ko'ramiz. Bunday hikoyachilar o'sha zotlarning hammaga ma'lum bo'lgan, sha'nlariga loyiq komil sifatlardan o'rnak olsalar, o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi. Koshki buning foydalarini bilsalar edi. Bugun ichimizdan chiqqan ba'zi tarixchilar va ayrim xorijiy mutaxassislar bizning shonli tariximiz, milliy qahramonlarimiz, ibratli mutafakkir va olimlarimiz, shoir va arboblarimiz haqida ham shunday xabarlar tarqatayotganlariga guvoh bo'lmoqdamiz. Ibn Xaldun o'sha insonlarning o'zlari odatda man etilgan narsalardan zavqlanishi, o'zlarining nafsiy zavqlariga ruju qo'yganliklarini oqlashi uchun bunday ishlarni qilishlarini ta'kidlab, shu sababli bunday ma'lumotlarning aksar shunday insonlarning tillarida doston bo'lganini va nashr etilgan asarlar sahifalaridan bunday narsalarni izlab topishga juda ishtiyoqmand ekanligini ko'ramiz, deb ularning o'zlariga eng loyiq bahoni bergan. Muqaddima asari o'quvchilarni tarixga adolat ko'zi bilan qarashga chorlaydi. Qo'lingizdagi ushbu kitob muqaddimaning ilk qismi tarjimasi bo'lib, unda muallif tarix ilmining ahamiyati, bu fanni o'rganish maslagi, tarix, inson va jamiyat hamohangligi, taraqqiyot va tanazzul sabablari borasidagi o'z qarashlarini bildirib o'tadi. Xalqlar geografiyasi, turli ilmiy mintaqalarning o'ziga xos xususiyatlarining insonga, uning tabiatiga, madaniylashish darajasiga, maishiy hayot madaniyatiga ta'sirini o'z davri uchun yangi hisoblangan uslub ila yoritib berishga uringan.
Shuningdek, sivilizatsiyalashuv bosqichlariga alohida to'xtalib o'tgan muallif xalqlarning ko'chmanchi va o'troq tarzda hayot kechirishi oqibatida vujudga kelishi mumkin bo'lgan tarixiy evrilish nuqtalarini nozik uslubda anglatib o'tadi. Ibn Xaldun islomning ulug' mutafakkirlaridan biri sifatida bu asarda o'ziga xos nazariy konsepsiyalarni taklif etibgina qolmay, jamiyatshunoslikning zamonaviy asoslarini ham yaratgan. Uning sivilizatsiyalar ravnaqi va tanazzuli qonuniyatlarini ochib berishga intilishi, yetakchilar va jamiyatdagi institutlar rolini tahlil qiluvchi g'oyalari muqaddima asarini bebaho manbaga aylantiradi. Muqaddima asarni tarjima qilishda Deslan singari uni tushunishga va to'g'ri tushuntirishga, shuningdek uni tarjima qilishdan ko'zlangan asosiy maqsadga erishishida yordam beradigan manbalardan foydalanish zarur edi. Bu yo'nalishda muqaddima asarning Frans Rozental tomonidan inglizchaga tarjimasining Nessim Jozef Daud tomonidan qisqartirilgan tahriri hamda Sulaymon Ulug'dog' tomonidan turk tiliga qilingan mukammal tarjimasi ma'qul bo'ldi. Ma'lum so'zlar, atamalar yoki iboralarni tarjima qilishda asarning arabcha matniga ham nazar solindi. Murakkab matnga ega bo'lgan muqaddimani o'zbekchaga tarjima qilishda yuqoridagi tarjimalar bir qancha qulayliklar keltirdi. Ushbu tarjima orqali xuddi Pirizoda singari muqaddima matnining o'zbek o'quvchilari uchun tushunarli bo'lishi yo'lida ilk qadamlar bosildi. Tarjima jarayonida haqiqatdan ham yechilishi mushkul bo'lgan qiyinchiliklarga duch kelindi. Bu qiyinchiliklarni hatlab o'tishda majburlikdan xatolarga ham yo'l qo'yildi. O'ylaymanki, ushbu kamtarona harakat ushbu asarning o'zbek tiliga qilingan yagona tarjimasi bo'lmaydi. Turli soha olimlari, tarjimonlar va mutaxassislar ushbu hikmatlar xazinasiga o'zlaridagi bor imkonlar va vositalar yordamida yanada chuqur sho'ng'iydilar. Ularning har biri ushbu ulkan xazinadan o'zlari qodir bo'lgan darajada manfaat olib chiqadilar va xalqimizga taqdim etadilar. Bundan tashqari ushbu tarjimadagi nuqsonlar o'zgalarni yanada mukammal tarjimalarni amalga oshirishga undaydi. Bunda har bir inson o'zi taqdim qilgan ishlaridan va ularning keyingi izlaridan ham mukofotlanishini bilgan holda ushbu ishimizning kelgusi manfaatlaridan umidlanamiz. Asardan foyda olsangiz o'zining fazlidan, xatolikka duch kelsangiz tarjimon aybidandir. Ibn Xaldun aytganidek, xatolarni tuzatish vazifasi o'tkir tanqidchilarga qoldirilgan. Ushbu asar Ibn Xaldunning shaxsiy izlanishlari, fikr-mulohazalari va qarashlari asosida yozilgan. Muallifning fikrlari o'quvchi va kitobxonlar nuqtai nazaridan farq qilishi mumkin. Tarjimon